Bismillahirrahmanirrahim. İnson cimi mavjudotning ichida eng ulug' va hurmatli yaratilgan qimmatli jonliq bo'lib, barcha koinot va uningdagi shay ila inson uchun yaratilgan. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Şeksizki biz Adem balalarını aziz kıldık. Ularni qo'rqoqli turli qatnash vositalarga, dengizda kemi va paraxotlarga chiqardik. Ularni shirin yemekliklar bilan rizqlantirdik. Yana ularni mahluqotlarimizning nurg'unidan alohida ustun qildik. Allohullazi xalaqas samawati wal arda va anzala minas samai ma'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Allah asmanlarni va zaminni yaratgan. Bulutdan yomg'ir yog'dirib bergan. Shu yomg'ir bilan sizlarga rizq qilib, nurg'un mevlarni o'stirib bergan. Va sizlarga kemilarni o'z amri bo'yicha dengizda qatnaydigan qilib bergan. Sizlarga daryolarni bo'ysundirib bergan zotdir. Allah Taala insonni hurmatlik va jimi mavjudotdan ulug' qilib yaratgan ekan, insonlarning bir-birini hurmatlashi va qadrlashi aqalli talabdir. İnson boshqalarni hurmatlab, ularga qimmat bergan sari o'zining hurmatini oshiralaydi va o'zini yuksaltiradi. İnsoniyatning iftixorlik ulgisi, go'zal axloqning namunasi Hazrat Muhammad alayhisalom hech qanday odamni tuvan sanamaydi. Kishilarning nazarida oddiy sanaladigan kishilarga mu alohida ko'ngil biladi. Ularni qadrlaydi. Birov bilan qo'l elishib ko'rishsa, uning qo'lini chin siqib tutadi. U qo'lini tortmoqcha payg'ambar alayhisalom qo'lini tortmaydi. O yüzünü başka yoqqa burmagicha payg'ambar alayhisalom yüzünü onundan başka yoqqa burmaydi. Payg'ambar alayhisalomning nazarida qimmatsiz odam yo'q edi. O kishilarning qalbida shundoq unutilmas go'zal ta'sirlarni qoldiradiki, uning bilan ham suhbat bo'lgan har qanday odam payg'ambar alayhisalom meni hammadan bak yaxshi ko'radi deb qoladi. Sahobalarning ichida Abdullah ismli bir kishi bor bo'lib, uning laqabi eshak edi. Kishilar uni eshak deb chaqirdi. Bunday chaqirish uni hayvonga o'xshatganlikdan emas edi. Chunki arablar farzandlariga shunqor, bo'ri deganga o'xshash ismlarni ko'p qo'ydi. Chunki shunqor hurmat va izzatni ifodalasa, bo'ri jasurlikni va shijoatni ifodalaydi. Eshak degan ismni sabr va chidamchanlikni ifodalaydi. Abdullah payg'ambar alayhisalomni intayin yaxshi ko'radi. Bozorlarni aylanib yurib, yemek-ichmak, meva-cheva va kiyim-kechak deganda ko'ziga nima chiroyli ko'rinsa, shuni setib olib kelib, uni payg'ambar alayhisalomga hadiya qiladi. Bir kuni u bozorda ketib o'tib, bir narsani yoqtirib qoldi. Ammo setib olg'ili puli bo'lmaganlikdan sotquchiga "Arqamdanmi? Pulingni beraman" deb sotquchini elib payg'ambar alayhisalomning uyiga keladi. Abdullah payg'ambar alayhisalomga salom bergandan keyin "Ya Rasulullah, buni o'zlariga hadiya qilib keldim" deydi. Payg'ambar alayhisalom uningga rahmat aytgandan keyin Abdullah "Ya Rasulullah, buning pulini berib o'tgaylar" deydi. Payg'ambar alayhisalom uningga "Sen buni hadiya degan emasmiding?" Abdullah "To'g'ri deylar. Bu sizga hadiya, ammo beradigan pulim yo'q" deydi. Payg'ambar alayhisalom tabassum qildi va pulini berib o'tdi. Abdullah payg'ambar alayhisalomni haqiqatan nihoyat yaxshi ko'radi. Payg'ambar alayhisalom uni yaxshi ko'radi. Ularning o'rtasidagi sevgi muhabbat bargan sari kuchlanib ketgan edi. Bir kuni Abdullah haroq ichganlik uchun payg'ambar alayhisalomning huzuriga elib kelinib darra urildi. Shu chaqda sahobalardan biri "Alloh la'nat qilsin, bir qatim emas, ko'p qatim mushundoq jazolandi" deganda payg'ambar alayhisalom o sahobiga ochiqlanib, "Uningga la'nat o'qima. Allohning nomi bilan qasam qilamanki, u odam Allohni va Allohning payg'ambarini yaxshi ko'radi" deydi.
Abdullah haraq ichganlik uchun gunohkor sanalsa-mu, Payg'ambar alayhisalom uning yaxshi tarafini hisobga olgan va shu yaxshi taraf yuzasidan uni yaxshi ko'rgan. Kashki bizmi atrofimizdagi kishilarga ularning yomon taraflarini emas, yaxshi taraflarini ko'zda tutib muomala qilishni o'rgangan bo'lsak. Ma'lumki, islomdan ilgirki jahiliyat davridagi arablarda haraq ichish ko'p edi. Islom kelgandan keyin Qur'oni Karim oyatlari bilan haraq ichish harom qilingandan keyin sahobalar haraqni butunlay tashlagan. Shundaqdimi sahobalardan intayin oz kishilar ba'zida haraq ichib qo'yib darra jazosiga uchraydi. Abu Mahjan ismli sahabimiz shundaq sinoqqa duch kelgan bo'lsa-mu, shaytonni yengishda g'alaba qilgan va islom tarixidagi eng katta mujohidlar qatoridan o'rin olgan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi: Bir kuni Payg'ambar alayhisalom bilan masjidda o'tirardik. Shu paytda sahroliq bir odam masjidga kirib kichik tarat qilishga boshlaydi. Uni ko'rgan sahobalar kutilmagan bu ahvolni ko'rib, u odamning yoniga yugurdi. Ammo Payg'ambar alayhisalom ularga "To'xtanglar, u odamni oldiratmanglar, taratini qisib olmasin" deb ularni bas qildi. Ondan hiliq odam taratini qilib bo'lgandan keyin uni yoniga chaqirib uningga "Bu masjidlar tarat qilish uchun emas, balki namoz o'qish va Qur'on o'qish uchun selingan" deb chiroylicha nasihat qildi. Hiliq odam atrofdagilarning g'azabidan qo'rqib ketib, so'z qilmasdan masjiddan chiqib ketdi. Namozdan vaqti kirganda bu odam masjidga kirib, Payg'ambar alayhisalomning orqasida turib, jamoat bilan namoz o'qiydi. Payg'ambar alayhisalom rukudan turib, "Samiallohu liman hamida" deganida, hamma jamoat birlikda "Robbana va lakal hamd" deydi. Faqat hiliq odam ullik ovozda "Ey Alloh, menga va Muhammadga rahim qilgin. Biz ikkimizdan boshqa hech kimga rahim qilmagin" deb duo qildi. Namoz tugagandan keyin Payg'ambar alayhisalom jamoatga yuzlanib, hiliqi duoni kimning qilganligini so'raydi. U odam "Men" deb oldiga chiqadi. Payg'ambar alayhisalom uningga "Allohning keng rahmatini tarqab olding-ku" deydi. Hadisdan ma'lumki, Payg'ambar alayhisalom masjidga talab qilgan sahroliq odamning ko'nglini chiroyli nasihati va cheksiz mehribonligi bilan olgan va uning qalbiga kirib, cheksiz sevgisiga sazovor bo'lgan. Budda dinining peshvolaridan Ryukan ismli bir kishi o'zining kamtarligi bilan mashhur ekan. Bir kuni uning muxlislaridan biri uningdan o'zining qaroqchi inisiga nasihat qilib qo'yishini o'tinibdi. Chunki uning qarindoshi shaharda tunilgan qaroqchi va mashhur o'g'ri bo'lib, u akasining nasihatlariga qat'iy quloq solmagan va qaroqchilikdan qo'l uzmagan ekan. Ryukan muxlisning talabini rad qilmay qaroqchining uyiga bordi. Ammo uningga hech qanday nasihat qilmaydi. Uning bilan qizg'in paranglashib o'tirdi. Ondan shu kechasi uning uyida qo'nib qoldi. Ryukan atsi qaroqchi bilan xo'shlashib, uning uyidan ayrilay deb manganda, qaroqchi kelib uning oyog'ini kiygizib, uning bo'qishlarini etib qo'ydi. Bu arada uning ko'z yoshlari Ryukanning oyog'ini yo'l qilib o'tdi. Ondan qaroqchi asta beshini ko'tarib, texmi qattiq yig'lab ketdi va bir hazardan keyin o'zini tutib olib turib, "Mush kunga qadar meni sizdek biror peshvoz ziyorat qilib boqmagan va menga hech kim ahamiyat bermagan edi. Sizdek katta bir zotning mendek bir qaroqchi bilan bir kechani birga o'tkazganingizga qaraganda mening oz to'liq qimmatim bor ekan" deydi. Hiliq qaroqchi shu kunidan boshlab qaroqchilikni tashlaydi va butxonaga o'zini atab, qolgan umrini rohiblik bilan o'tkazadi. Aslatish. İnsanlar sizning e'tiqodlaringizni va qilganlaringizni unutib ketishi mumkin. Ammo sizning ularda qoldirgan ta'sirotingizni unutib ketishi mumkin emas. Shuni go'zal ta'sirotlarni qoldirishga tirishing. Kishilarning qilmishiga qarab, ularni gunohkorga chiqarib etmang. Chunki siz ularning qalbidagilarni bilmaysiz. Siz uchrashgan har bir kishiga o'zining qimmatini his qildirishga tirishing. Chunki nurg'un kishilar o'zining qimmatli ekanligini bilmaydi. O'zingizni boshqalardan hargiz ortiq sanamang. Chunki kibr o'ziga ishonib ketishdan boshlanadi. Har bir kishining o'zining muhim inson ekanligini his qilishiga yordam qiling. Chunki har bir inson o'z oldiga birdan javhardir. O'zingizning boshqa insonlar qatoridagi oddiy bir shaxs ekanligingiz bilan faxrlaning. Chunki bunday qilish sizni yuksaltadi, qimmatingizni oshiradi. Ya ko'ringandek bo'ling, yoki bo'g'iningizdak ko'rining. Chunki Alloh taolo ichi bilan teshi birdek bo'lmaganlarni yoqtirmaydi.